Bunaqasini ko'rmagansizlar, hech ko'rmagansizlar. Boshdan ichida qilyapman ovqatni, chunki shamol juda ham kuchli bo'lyapti. Tuzini ko'raylikchi nima deyapti endi bu tuzi. Tashqaridan ovozini eshityapti. Bu shamolda ovqat bo'lmaydi tashqarida. Qisqasi sizlarga life hack bo'ldi bu. Qani tuzini tatib ko'ringlarchi. Mazza. Pishibdi уже. Kartoshka sezilyapti. Aytsam, Qoraqalpog'iston nonini biroz qatirib qo'yapman, ulgurmayapman yeb. Hozir buni yumshatish bitta yo'li menimcha mana shu. Bu yumshaguncha ovqat ham pishib bo'ladi.